To'la sirti 18 ildiz ostida 3 ga teng bo'lgan muntazam tetraederning hajmini toping. Demak, tetraederda hajmini topishimiz kerak ekan. Tetraeder o'zi nima desa, tetraeder bu yoqlari muntazam uchburchaklardan iborat bo'lgan uchburchakli piramida. Tetraederda hajmiga doir bitta formula yozib qo'yaman. V barobar A kub taqsim 6 ildizda 2. Tetraederda hajmi uchun formula. Demak, birinchi biz A ni topib olishimiz kerak. A ni topish uchun bizga S to'la sirti berilyapti. S to'la sirti, ya'ni A kvadrat ildiz ostida 3 tetraederning to'la sirti. 18 ildiz ostida 3. Ildiz ostida 3lar qisqaradigan bo'lsa, A kvadrat 18 ga teng. A ni o'zini topadigan bo'lsak, A 3 ildizda 2 ga teng. Hajmni topamiz. V barobar A ning kubi. A ning kubini hisoblaydigan bo'lsak, 54 ildizda 2 taqsim 6 ildizda 2. Bular qisqaradi. 54 ni 6 ga bo'lsak, hajm 9 ga teng ekan. Javob tetraederning hajmi 9 ga teng.